Assalomu alaykum. Gulbahli. Men Asallar shifo Jarlonbek klinikasiga kelib, grija bilan kelganman. Belimda 3 ta grija bor edi chap tomonda. Necha millimetrda grijalar? Ikkitasi 9 mm, bittasi 7 mm da kelganman. Allohga shukr bir kurs lecheniyadan mana yurib keldim. Salkam 1 santimetrlik grija bor. Shundaymi? Shunaqa edi. Men уже chap tomonimga berib, chap tomon oyog'imga berib, уже yurolmayotgandim. Yurishga уже qiynalanyaptim. Bir kurs lecheniyada 11 kun davolandim. Alhamdulillah, Allohga shukr, hozir bemalol yuribman. Yaxshi. Grija bilan og'riyotgan bemorlarga bemalol kelib shu yerda davolanishlarini tavsiya qilaman. Hozir mana 1 oy bo'lib qoldi davolanib tugatganingizga. 1 oy bo'lib qoldi, bir kurs qatnab davolanganingiz. 1 oy hozir 11 kun lecheniya qildim. 1 oy o'tdi hozir oradan. Zo'r. Hali umuman bezovtagarchilik yo'q. Oyoqqa berishlar, oqsashlar, unaqa holatlar umuman yo'q. Unaqa narsa yo'q harakatda, lekin o'zi aytgan mashqlarni bajaryapman. Mashqlarni bajarib turibsizlar, ha? Yaxshi. Alloh shifo bersin. Grijasi borlarga tavsiya qilsa bo'lar ekanmi, murojaatimizni? Grijasi borlarga operatsiyani, bunisini taklif qilishadi. Ulardan qochinglarda kelib shu yerda davolaninglar. Xudo xolasa zo'r effekti gap yo'q. Salomat bo'linglar.